Tegirli tumani Xonobodga kelganmiz. Xonobodda ham qaynoq nuqtasi Beruniy mahallasiga kelganmiz. Sotuvga qo'yilgan joyimiz Beruniy mahalladan bo'lyapti. Birinchi navbatda sizlarga ko'chani ko'rsataman. Ko'chani kengligiga e'tibor berasizlar. 1 kilometr atrofida metrogacha masofa ko'rsatyapti. Sotuvga chiqqan xonadonimizni ko'radigan bo'lsak, ko'ryapsiz, qaddi baland 2 qavatdan iborat bo'lyapti. Oldida огородga ham chiroyli qilib e'tibor berib qo'yishgan. Sizlar bilan xonadonimiz ichkaridan ko'rib chiqadigan bo'lsak, 2019-yil qurilishi boshlanib 2020-yil tugatilgan ekan. 6 yil atrofida bo'lyapti. Qurilish tugaganligiga. Ko'ryapsizlar, xonadonimiz hovli qismini ko'radigan bo'lsak, shu ko'rinishda bo'ladi. Pastki tarafida uzun naves ko'rishingiz mumkin. Hovli tarafiga mevali daraxtlar ekilgan. Endi sizlar bilan asosiy binoyimizni ko'radigan bo'lsak, chap tarafimizda mehmonlar uchun alohida hojatxona, uni yonida kladovka sifatida ishlatishayotgan ekan. Bitta xona bor. Isitish tizimlari hammasi shu yerga o'rnatilgan. Undan tashqari yozgi oshxonani ko'rishingiz mumkin. Qishki oshxonamizga hovlidan ham kirish imkoniyati bor. Binoyimizning ichidan ham kirsanglar bo'ladi. Endi asosiy binoga kiradigan bo'lsak, bizani kattagina razmerda hovli ko'rishingiz mumkin. Uni qarshisidagi xona kattagina razmerda zal va uni yonidagi xona ota-onalar yotoqxonasi, общий sanuzul birinchi qavatimizda joylashgan bo'lyapti. Endi sizlar bilan ikkinchi qavatni ko'radigan bo'lsak, kattagina razmerda hovl bilan boshlanyapti. Uni yonidagi xona katta razmerda zal va bolalar yotoqxonasi ikkiga bo'lingan holatda bo'lyapti. Yana bitta xonamiz ota-onalar yotoqxonasi, общий sanuzulni ko'rishingiz mumkin. Umumiy hisobda xonalar soni 6 ta bo'lyapti, 2 ta xol, 2 ta sanuzulga ega bo'lyapti. Narxiga keladigan bo'lsak, $320 ming so'rashyapti. Albatta yana kelishadigan joylari bor. Qiziqqanlar uchun egalar raqamini yozib qo'yamiz. Bemalol kelib ko'rib savdosi va barakasini qilsanglar bo'ladi. Salomat bo'lasizlar, o'zinglarni ehtiyot qilasizlar.